ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. Kamina Floridadan Usmon ibn Faruqman. Bu esa ukamiz Umar, mashalloh, islomni qabul qildi. U bizni ko'rish uchun uzoq yo'l bosib keldi. U eshita olmaydi, lekin Alloh videolar orqali uni hidoyat qildi. Hatto eshita olmasa ham Alloh islom xabarini uning qalbiga yetkazdi. Shuning uchun videolarni ulashing va da'vatni tarqating. Alloh Umarni ham barchamizni ham asrasin va butun insoniyatni hidoyat qilsin. Xudoga ishonish uchun biror sabab ko'rmayapman. Shuning uchun Xudo bor ham demayman, yo'q ham demayman. Yaxshi, undan sendan bir narsa so'rayman. Entoni isming, to'g'rimi? Biz qayerdan paydo bo'lganmiz? Bilmayman. To'g'ri, lekin sen xolis odamsan, buni ko'rib turibman. Yaxshi inson ekansan. Shuning uchun senga bitta savol bermoqchiman. Faqat menga xolis javob ber. Bu mening telefonim. Mana qaragin, yuzimni ko'rsa qulfi ochiladi. Unda turli xil ilovalar bor. GPS orqali manzil topaman. Siridan savol so'rasam, u javob beradi, vaqtni ko'rsatadi, kamerasi bor, suratga olaman. Umuman telefon nimalarga qodirligini bilasan, buni tushunasan. Endi tasavvur qil. Men senga bu telefon o'z-o'zidan paydo bo'lgan desamchi, milliardlab yillar davomida oddiy qum donachalari birlashib, avval iPhone 1 paydo bo'lgan, keyin o'z-o'zidan 2, 3, 5, X11, 13 va 15 ga aylangan desam, hech qanday Apple, Steve Jobs, zavod yoki uni yasagan inson bo'lmagan desam, bunga ishonarmiding? Ishonmasdim. Nega endi? Chunki buni isbotlash kerak. Agar uning hech narsadan paydo bo'lganini tasdiqlaydigan dalil bo'lmasa, men bunga ishonmayman. Men koinot haqida ham xuddi shunday o'ylayman. Koinot ham hech narsadan paydo bo'lganiga ishonmayman. Men koinotning kelib chiqishi haqida biror narsaga ishonish uchun yetarli sabab ko'rmayapman. Juda yaxshi, ajoyib. Demak, oldinga siljayapmiz. Sen bu telefonni hech narsadan paydo bo'lganiga ishonmaysan va koinot ham hech narsadan paydo bo'lganiga ishonmaysan. Shundaymi? Men unday demayapman. Aytayotganim, avvalo uni hech narsadan paydo bo'lganini menga isbotlashingiz kerak. Shundagina bunga ishonaman. Ungacha esa shunchaki taxminni haqiqat deb qabul qilmayman. Yo'q. Xo'p, qarashingdan kelib chiqib, agar men senga bu narsa hech narsadan paydo bo'lgan desam, bu senga mantiqli tuyulyaptimi? Yo'q. Nega? Chunki moddaning saqlanish qonuniga ko'ra modda mavjud bo'lgan moddadan kelib chiqishi kerak. Ajoyib. Ajoyib. Demak, sen modda mavjud moddadan kelib chiqish kerak deb hisoblaysan. Sabab va oqibat juda yaxshi. Demak, buning uchun albatta biror sabab yoki turtki bo'lishi kerak. Ya'ni narsalar shunchaki o'z-o'zidan sodir bo'lmaydi. Demak, agar telefon uchun bu fikr to'g'ri bo'lsa, unda men ham, sen ham hech qanday aralashuvsiz, hech qanday loyihasiz, shunchaki o'z-o'zimizdan paydo bo'lmaganmiz deb aytishim mumkin. Faqat evolyutsiya orqali paydo bo'lganmiz degan fikrga qo'shilmas eding, to'g'rimi? Men bu fikrni tushundim. Hech qisi yo'q, o'zing aytganingdek telefon o'z-o'zidan paydo bo'la olmaydi. Buning sabab va oqibati biror turtkisi va uni qanday ishlashini belgilagan aqlli loyiha bo'lishi kerak, to'g'rimi? Masalan, telefon sening yuzingni tanib, avtomatik qulfni ochishi o'z-o'zidan paydo bo'lmagan. Buni kimdir loyihalashtirgan. Bu senga mantiqli tuyulyaptimi? Ha, shubhasiz buni kimdir loyihalashtirgan. Yaxshi, unda sen bilan men telefonnikidan ham kuchliroq yuzni tanish qobiliyatiga egamiz. Sen bilan men Siridan ham ovozlarni yaxshiroq taniymiz. Biz Siridan aqlliroqmiz. GPSdan ham yaxshiroq yo'l topa olamiz. Hozirgi odamlar ba'zan yo'l topishda qiynalishadi, lekin aslida inson bunga qodir. Demak, o'zing qo'llagan mantiqqa ko'ra bizda ham yaratilish va loyihalanish bo'lishi kerak, to'g'rimi? Bu shunchaki tasodif bo'lishi mumkin emas. Telefonning yuzini tanib olish qulfini ochishni tasodifan paydo bo'lmaganidek, insonning boshqa odamlarning yuzi orqali tanishi ham shunchaki tasodifan paydo bo'lmagan. Buning ortida bir yaratuvchi va loyiha bo'lishi kerak, to'g'rimi? Haligi oxirgi gapingizga qo'shila olmayman. Nega endi? Axir bu haqida o'ylab ko'rishing kerak. Biz telefonni insonlar yaratganini bilamiz, lekin bizni kim yaratganini aniq bilmaymiz, chunki telefonni yaratgan odamni topishimiz mumkin. Lekin o'zing ko'zing bilan ko'rganmisan? Yo'q, buni ko'rmaganman. Unda kimdir aytgan gapga qanday dalil bilan ishonasan? Telefonni kim yaratgani patent hujjatdan topish mumkin. Yaxshi, ajoyib. Men esa bizni kim yaratganini ayta olaman. Payg'ambarlar orqali va diniy manbalar orqali biz qanday va qachon yaratilganimiz haqida ma'lumotlar bor. Odam ato va momo Havo alayhissalomlar haqida. Lekin sen aytayotgan
Sen aytayotgan patent ham soxta bo'lishi mumkin-ku. Men soxta patentlarni ko'rganman. Ha, men tibbiy qurilmalar sohasida ishlayman. Tibbiy qurilmalar sohasida ba'zi kompaniyalar soxta savdo belgilari, soxta sertifikatlar chiqarishi mumkin. Demak, sen ham kimdir buni faloncha yaratgan degan gapga ishonyapsan, to'g'rimi? Yoki telefonning imkoniyatlariga qarab, bunday murakkab narsa o'z-o'zidan paydo bo'lishi mumkin emas deb aytyapsanmi? Shundaymi? Menimcha ikkalasi ham ma'lum darajada to'g'ri. Ajoyib. Senda albatta sog'lom fikr bor. Kel. Aynan sog'lom fikrga tayanaylik. Oddiy mantiq shuni ko'rsatadiki, bu telefon yuzimni tanib, egasi men ekanimni aniqlab, qulfni ochishi tasodifan sodir bo'ladigan narsa emas. Buning maqsadi bor. Maqsadi bor deganda nima nazarda tutyapsiz? Ya'ni uni yaratilish tarixi bormi? Shu haqida gapiryapsizmi? Ha, aynan shuni. Masalan, telefonni olib, sening yuzingga tutib ko'radigan bo'lsam, u qulfni ochmaydi, to'g'rimi? Demak, telefon seni yuzingga qaratilganda qulfni ochmadi. Endi esa men yuzimni ko'rsataman. U qulfni ochdi. Demak, bu funksiyaning ortida aniq bir maqsad bor. Telefon egasini tanib, begona odamdan himoya qilish. Insonlarda esa bu qobiliyat iPhone'dan ham kuchliroq. Ya'ni men bir odamga qarab, uni tanishim va unga ukam sifatida ishonishim kerakmi yoki bu kecha mashinamga buzib kirishga uringan odam-ku tayoqni olay deyishim kerakmi? Buni ajrata olaman. Ha. Demak, bu qobiliyat insonlarda telefondagidan ham mukammalroq. Mukammal. Demak, o'zing aytgan sog'lom fikrga ko'ra, telefonning bunday funksiyasi tasodifan rivojlanib qolgan deyish mantiqqa to'g'ri kelmaydi. Xuddi shuningdek, inson onasida sutning tasodifan paydo bo'lishi ham mantiqqa to'g'ri kelmaydi. Agar biz tasodifan evolyutsiya orqali paydo bo'lgan bo'lsak, unda ona organizmida sut qanday paydo bo'lgan? Ayollarda sut bor, erkaklarda esa odatda ona suti bo'lmaydi, to'g'rimi? Erkaklarda ham sut ajralishi mumkin. Men bunday holatni ko'rmaganman. Bu biroz g'alati bo'lar edi yoki gormonal muammo bo'lishi mumkin. Men hech qachon sut chiqarmaganman. Seni ham chamamda bunday holatni boshdan kechirmagansan, to'g'rimi? Demak, tabiiy ravishda qarasak, ayollarda ham sut doimiy ravishda ajralmaydi, faqat homilador bo'lganda, tug'ruq yaqinlashganda yoki farzandli bo'lgandan keyin sut ajraladi. Xo'sh, unda bu qobiliyat qayerdan kelgan? Buning shunchaki tasodifan paydo bo'lgani mantiqqa to'g'ri kelmaydi. Men nima demoqchiligingizni tushundim. Demak, murakkab va funksiyaga ega bo'lgan narsa Men sizni tushundim. Demak, murakkab va funksiyaga ega bo'lgan narsa maqsadga ega bo'ladi, balki uni yanada murakkabroq darajadagi aqlli yaratuvchi loyihalashtirgandir. Men yana bir narsa so'ray, koinotdagi eng murakkab narsa nima? Eng murakkab va eng aqlli mavjudot nima? Yaratilgan narsalar ichidan aytmoqchimisan? Yo'q, butun koinot va mavjudlikni nazarda tutyapman. Sizningcha mavjud bo'lgan eng murakkab narsa nima? Menimcha sen meni qayerga boshlayotganing ma'lum. Ha, aytavering. Unda shu yerdan davom etaylik. Menimcha eng aqlli zot Alloh. U eng ko'p narsani biladi, u eng oliy va eng buyuk zot. Xo'p, lekin fikrimni tushuntirish uchun aytay. Agar biz kabi murakkab mavjudot aqlli tarzda yaratilishni talab qilsa, unda tasavvur qilish mumkin bo'lgan eng murakkab narsa qanday qilib aqlli yaratuvchini talab qilmasligi mumkin? Xo'p, juda zo'r savol. Yaxshi javob beraman. Qo'g'irchoq teatrini ko'rganmisan? Shaxsan o'zim ko'rmaganman. Hech bo'lmasa videoda ko'rganmisan? U qanday ishlaydi? Qo'g'irchoqboz bo'ladi, qo'g'irchoqlarga iplar ulangan bo'ladi va qo'g'irchoq harakat qiladi. Iplarni ko'rib uning ortida qo'g'irchoqboz borligini tushunasan. To'g'rimi? Lekin qo'g'irchoqbozning o'zini ko'rmaysan. Ya'ni qo'g'irchoq tomoshasida aslida qo'g'irchoqbozni ko'rmasliging kerak. Faqat qo'g'irchoqlarning harakat qilayotganini ko'rasan. Demak, qo'g'irchoq iplar yordamida harakat qilayotganini ko'rsang, uning ortida qo'g'irchoqboz borligini bilasan, to'g'rimi? Chunki ularning harakati tasodifiy emas. Harakatdan, iplardan uning ortida boshqarib turgan kimdir borligini tushunasan. Ularni mexanizm ham boshqarishi mumkin. Albatta, lekin baribir uni kimdir boshqaryapti. Kulib qarasam keyin ochiladi. Aha, men ham telefonimga kulib qarasam keyin ochiladi. Demak, qo'g'irchoqning iplar yordamida harakatlanayotganini ko'rsak, uning ortida qo'g'irchoqboz borligini bilamiz. Ular bejizga harakat qilmaydi. Qandaydir kuch boshqaradi. Ha, qandaydir kuch boshqaradi. Va sen qo'g'irchoqbozning oldiga borib, undan iplaring qayerda deb so'ramaysan. Yo'q, unday demayman. Demaysan, to'g'ri. Demak, yaratilgan narsa yaratuvchi borligiga ishora qilishi, yaratuvchining ham yaratuvchisi bor degani emas. Biz murakkab mavjudotlarmiz. Biz ham telefon yasaymiz, ishlab chiqaramiz, to'g'rimi?
Biz aslida hech narsani yo'qdan yaratmaymiz. Telefon yasaganimizda tabiatda mavjud. Ha, tabiatda mavjud bo'lgan elementlarni olib, ularni birlashtiramiz va ularga ma'lum vazifalar beramiz. Shunda telefonga qarab, ha, buni yaratgan kimdir bor deymiz. Xuddi shuningdek, yaratilgan narsalarning murakkabligi va tabiatiga qaraganimizda ham shubhasiz yaratuvchi bor deymiz. Lekin yaratuvchi o'zi yaratgan narsalarning qonunlariga bo'ysunmaydi. Telefon sening qonunlaring bilan yashamagani kabi. Yaratuvchi ham yaratilgan narsalar kabi emas. Xuddi qo'g'irchoqbozning o'zida iplar bo'lmagani kabi, qo'g'irchoqda ip bor ekan, qo'g'irchoqbozda ham ip bo'lish kerak deb aytmaysan. Yo'q, qo'g'irchoqboz undan yuqorida turadi. Bizning yaratuvchimiz ham yaratilmishlardan ustundir. U doimo mavjud bo'lgan va doimo mavjud bo'ladi. U hamma narsani biladi. Bizdagi kabi kamchiliklar yo'q. Charchamaydi, uxlamaydi, yolg'on gapirmaydi, aldamaydi va yaratilmishlarga xos nuqsonlardan xoli. To'g'risi misolning unchalik emas. Qo'g'irchoqbozni ham ipi bor, ya'ni inson suyaklari va mushaklari orqali harakat qiladi. Bilasanmi? Bu iplar bir xil narsa emas. Qo'g'irchoqlardagi ip uni boshqarish uchun ishlatiladi. Qo'g'irchoqni ip bilan boshqarish shart emas, uni boshqa usulda ham harakatlantirish mumkin. Demak, qo'g'irchoqbozning iplarini ham kimdir boshqaradi. Qo'g'irchoqning iplarini esa qo'g'irchoqboz boshqaradi. Shundaymi? Qo'g'irchoqbozning hatto suyaklarini ham boshqa hech kim boshqarmaydi. Unga boshqa qo'g'irchoqboz kerak emas. Xuddi shunday yaratuvchiga ham yaratuvchi kerak emas. Lekin suyaklarni miya boshqaradi. Miyasining bir qisming, to'g'rimi? Demak, u alohida boshqa boshqaruvchi emas. Shunday ekan, yaratuvchi haqida gapirganda baribir uni boshqarayotgan nimadir bor. Yaratuvchining o'ziga xos qudrati bor. U gapirganda bu o'zidan, u amr qilganda bu o'zidan. Qo'g'irchoqda ip bo'lgani bilan qo'g'irchoqbozda ip bo'lmagani kabi yaratuvchi o'ziga kifoya qiluvchidir. Yaratilgan narsalar yaratuvchi borligini belgisidir, ammo yaratuvchining o'zi yaratilgan emas. U yaratuvchidir. Buni tushunyapsanmi? U yaratuvchidir. Lekin mana masala qayerda? Siz deyarli hamma narsada sababiyatni tobora orqaga olib borishga tayyorsiz. Masalan, qo'g'irchoqni qo'g'irchoqboz boshqaradi. To'g'rimi? Ha, to'g'ri tushunding. Inson tanasini esa miyasi boshqaradi. Lekin miya sening bir qisming. Lekin miya harakat qilish qobiliyatini qayerdan olgan? Bu ham Xudodanmi? Albatta. Demak, siz sababiyatni yana orqaga surishga tayyorsiz. Lekin yana bir bor to'xta, chunki bu yerda biz masalani tushuntirish usulini o'zgartirib yuboryapmiz. Mening savolim esa nega? Tushuntirib beraman. Qo'g'irchoq misolining maqsadi shuki, qo'g'irchoqdagi iplar uning ortida qo'g'irchoqboz borligini ko'rsatadi, lekin bu iplar qo'g'irchoqbozni boshqarmaydi. Qo'g'irchoqbozning yaratilishi boshqa daraja, u ham Alloh tomonidan yaratilgan. Ammo Alloh yaratuvchi, uning yaratuvchisi yo'q. Buni qayerdan bilamiz? Allohning o'zi bizga aytgan. Qayerda aytgan? O'z kitobida. Meni Qur'onimni olib bera olasizmi? Yusuf qayerda? Yusuf. Where's the green bag he had? No. Yeah. Can you just hand me my Quran for me? So let me explain that to you. Let me check something. I gotta check that Go for it. parking time. No problem. All right. I got like 20 more minutes. Xo'p, menga yana biroz vaqt ber. Bu Qur'onning ingliz tilidagi tarjimasi u Muhammad sallallohu alayhi va sallam ismli kishiga nozil qilingan. Payg'ambar Muhammad sallallohu alayhi va sallam haqida eshitganmisan? U kishi o'qish yozishni bilmaganlar, shoir ham, faylasuf ham, yozuvchi ham bo'lmaganlar. Qur'on u zotga hozirgi Saudiya Arabistoni hududidagi sahroda, Makka shahrida nozil bo'la boshlagan. Keyinchalik Madinada ham oyatlar nozil bo'lgan. O'sha paytda Saudiya Arabistoni degan davlatning o'zi yo'q edi. Qur'onda o'sha davrdagi inson bilishi qiyin bo'lgan ma'lumotlar bor. Masalan, Anbiyo surasi 33-oyatda u kecha va kunduzni, quyosh va oyni yaratgan zotdir. Har biri o'z orbitasida suzib yuradi. Oyning orbitasi borligi bir masala, ammo quyoshning ham o'z orbitasi bo'lishi haqidagi fikrni olimlar yaqin davrlargacha inkor qilib kelishgan. Keyinchalik teleskoplar va koinot haqidagi kuzatuvlar orqali quyosh ham harakatlanadigan orbitaga ega ekanligi aniqlangan. Unda savol tug'iladi: astronom bo'lmagan, teleskopi bo'lmagan sahrodagi inson buni qanday bilgan? Agar bu ma'lumot unga yaratuvchi tomonidan berilmagan bo'lsa, u zot bu narsani qayerdan bilganlar?
Bilmayman, lekin bu nimani isbotlaydi? Bu Qur'onni Muhammad sallallohu alayhi va sallamning o'zlari yozmaganini ko'rsatadi deb aytayapman. Chunki unda o'sha davrda inson bilishi qiyin bo'lgan bilimlar bor. U zot uni yozmaganlar, axir o'qishni ham bilmaganlar. Qur'on u zotga nozil qilingan. Atrofdagi sahobalar esa uni yozib berishgan. Masalan, Mo'minun surasi 12-14 oyatlarda insonning yaratilishi va homlaning rivojlanish bosqichlari haqida so'z yuritiladi. Insonning urug'dan keyin yopishib turuvchi holatga, so'ng go'sht parchasi kabi bosqichga o'tishi, keyin suyaklar va ularning go'sht bilan qoplanishi zikr qilinadi. Homlaning bunday rivojlanish jarayonini Muhammad sallallohu alayhi va sallam bilishlari mumkin emas edi. Bu deyarli imkonsiz edi. Inson urug'ni ko'rish mumkin, tug'ilgan homlani ham ko'rishi mumkin, lekin homlaning bachadonda qanday bosqichma-bosqich rivojlanishini o'sha davrda qanday bilish mumkin edi? Ularda ultratovush apparati ham, rentgen apparati ham bo'lmagan, tushunyapsanmi? Buni bilish imkonsiz edi. Bajadon ichidagi holatni bilish imkonsiz. Yana Furqon surasining 53-oyatida ikki xil suv, biri chuchuk va ichimli, ikkinchisi sho'r va achchiq uchrashishi va ular orasida to'siq borligi haqida aytiladi. Dengiz va daryo suvlari uchrashadigan joylarga qarasak, ular tutashadi. Lekin ularning xususiyatlari bir zumda yo'qolib ketmaydi. Muhammad sallallohu alayhi va sallam bunday joylarni kuzatib, buni ilmiy jihatdan o'rganish imkoniga ega bo'lmaganlar. Demak, bunday misollarni davom ettirish mumkin. Juda ko'p davom ettirish mumkin. Yana bir narsani, bir nechtasini aytaman. Bu 40-oyat mana. Agar shu kitobda zamonaviy ilm-fan endigina aniqlagan haqiqatlarga mos ma'lumotlar borligini ko'rsatsak, bu seni ishontiradimi? Ha, albatta. Demak, agar homlaning rivojlanishi haqidagi ma'lumotlar senga bu Qur'onning Allohdan ekaniga yetarli dalil bo'larmidi? Bilasizmi, yo'q. Chunki xuddi shu narsani Bibliya haqida ham aytish mumkin. Yo'q, sen bunday deya olmaysan. Yo'q, menga Bibliyani bering. Uni menga bering, ha. Mana Bibliya. Men bunda unday ma'lumotni ko'rmaganman. Unday ma'lumotni topa olmayman. Agar topsang menga ko'rsat. Masalan, Ibtido kitobidagi yaratilish hikoyasida o'simliklar avval yaratilganmi yoki inson avval yaratilganmi degan masalada ziddiyat bor. Men hatto joylarni belgilab qo'yganman. Ha. Qur'onda umuman ziddiyat yo'qmi? Umuman yo'q. Umuman men qariyb 20 yildan beri videolarda bunga da'vat qilib kelaman. Kim haqiqiy ziddiyatni ko'rsata olsa, islomni tark etaman. Ammo bugungacha hech kim bitta ham haqiqiy ziddiyatni ko'rsata olmadi. One Foundation uning YouTube sahifasi, u yerda munozara qiladi. One Message Foundation. Demak, yana Qur'onga qaytamiz. Fusilat surasi 11-oyatda osmonning dastlab tutunsimon holatda bo'lgani haqida aytiladi. Osmon jismlarning dastlab gazsimon, tutunsimon moddadan tashkil topgani haqidagi tushuncha o'sha davr odamni tasavvur qilishi qiyin bo'lgan narsa edi. Bugungi olimlar teleskoplar yordamida koinotning uzoq qismlarini kuzatib, sayyoralar va boshqa osmon jismlarining shakllanish jarayonlarini o'rganishmoqda. Ammo Muhammad sallallohu alayhi va sallam buni qanday bilganlar? Osmonning tutun holatda bo'lganligini Muhammad sallallohu alayhi va sallam qanday bilganlar? Yana bitta misol aytaman. Naba surasi 7-oyatda tog'lar qoziqlarga o'xshatiladi. Tog'lar yer ostiga ham davom etadigan ildisimon qismlarga ega. O'sha davrda yer ostini qazib ko'rish imkoniyati bo'lmagan, to'g'rimi? Tog'ga qaragan odam esa faqat uning yer ustidagi qismini ko'radi, xolos. Bitta misolni tasodifiy taxmin qilish mumkin, lekin qayta taxmin qilib har safar to'g'ri chiqishi, o'sha davrda bilib bo'lmaydigan narsalarni aytishi bu mo'jizaviy holat. Men buni mo'jizaviy holat deb aytmagan bo'lardim. Nega endi? Lekin sizni fikringizni tushundim. Siz Qur'onni mukammal kitob deb bilasiz. 100% mukammal. Unda hech qanday shubha yo'q. Demak, sizning da'voingizcha Qur'onda hech qanday nomuvofiqlik yo'q. Shundaymi? Hech qanday ziddiyat hatto yoki nomuvofiqlik yo'q. Va shuning uchun biz yaratuvchi Alloh boshqa bir yaratuvchiga yoki yaratilishga muhtoj emasligiga ishonishimiz kerak.
Chunki Qur'on bizga shuni bildiradi. Qur'on esa mukammal kitob. Ha, u mukammal kitob. Bunga qarshi hech narsa deya olmayman, chunki Qur'onni o'qimaganman. Unda hozir ayni paytda kel birgalikda o'qib ko'raylik. قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين